Ko'p MDF'larda mana bu ichki qismi bo'yalmagan bo'ladi. MDF keladi. Aynan shu gullar rover stanoklarimiz orqali o'yiladi. Mana 120 dan boshlaymiz. Assalomu alaykum, O'rmon kompaniyasining YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar uchun yana yangi videolarda tayyorlashni boshladik. Videoni boshlashdan oldin albatta sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, bugun yangicha hali O'zbekistonda bunaqa narxda lyustra chiqmagan. Sizlarga bu ya'ni yangilikni e'lon qilmoqchiman. Bu lyustramizning nomi Jupiter Mini bo'lib chiqdi. Ishoning, narxini taxmin qilib turasiz. Mana ko'rinishini ko'rib oling. Narxini taxmin qilib ko'rasiz. Videoning oxirida narxini aytamiz. Siz taxmin qilgan narxdan ancha arzon bo'ladi. Xo'p, lyustramizda ikki xil razmeri bor. Birinchisi 90 lik bo'ladi. Ikkinchisi 120 lik. Mana 120 dan boshlaymiz. Ko'rsatishda, hop, lyustramizni umumiy to'liq ko'rinishi MDF dan yasalgan. Ya'ni bu MDF'da, ya'ni mana shu gullarini ham, foton gullarini ham hammasini O'rmon kompaniyasi o'zi ishlab chiqaradi. Ya'ni noldan MDF keladi. Aynan shu gullar rover stanoklarimiz orqali o'yiladi. Bu foton gullarni ham o'zimiz qilamiz. Foton gullar list bo'lib keladi. Bularni ham mana shu gul shaklida keltirib o'zimiz qilamiz. Xo'p, buni razmeri 120 bo'ladi. Ko'rsalar ham bo'ladi. Umumiy hammasi dedik milliy naqshlarimizdan foydalanilgan, o'zimizni milliy dizaynda bo'lgan patologlarga juda ham mos tushadi. Xo'p. Bu yerda yoritish tizimiga kelsak, patologda o'rtada bitta plafon bor. Mana bu yerga o'z siklo uchun joy tashab ketilgan. Bu yerga o'zingiz xohlasangiz diod qo'yib olsangiz bo'ladi. Mana bu qismga diod qo'ysangiz, bu mana joyi yonadi. Agar xohlasangiz, menga mana gullar kerak emas, men delik galogen qo'ymoqchiman desangiz, mana kamerani yaqinroq kelsangiz, mana bu MDF'ni bitta, ya'ni chiqarib olsa, ustalarimiz o'zlari bilishadi. Mana bu maytda bemalol chiroq qo'yadigan joy chiqadi. Aylanasiga deylik, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita bemalol plafon qo'yib olsangiz bo'ladi kichkinasidan. Xohlasangiz o'z siklosiga o'z sikloliga diod qo'ying, xohlasangiz plafon qo'yib oling kichkinasidan. Xohlasangiz ikkovsini ham qo'ying. Muammosiz. Umumiy yoritish tizimi shunaqa, materiallari MDF dan yasalgan. Xo'p, ranglariga kelsak, ranglari bu orex tsvetda bo'ladi. Mana bu mokrisi. Mokrisi va oq rangi. Bu ham juda ham chiroyli turadi. Bilasizlar, o'zi oq rang hech qachon modadan qolmaydi va dizaynlarga mos tushib ketaveradi. Endi buni 90 lik razmeriga o'tamiz. 90 lik razmerda ham xuddi o'sha delik materiallar, xuddi o'sha dizayn. Faqat bu yerda mana 90 ligimizda bunaqangi buni qanaqa rang desa bo'ladi? Korishniy rangda sal mebelnisi bor ekan. Yaqindan ko'rsatsangiz ko'rinadi. Mebelniy svet korishniy. Bu ham o'ziga xos dizayn bo'lar ekan. Xo'p, bu 90 ligi. Xo'p, 90 ligimizda farqi bor ekan. Ya'ni siz plafonda nisbatan kichikroq qo'yasiz. Undan tashqari qo'shimcha plafon qo'yish joyi bunda xo'p 3 ta, 6 ta bo'lsa, bunda 5 ta plafon qo'ysangiz bo'lar ekan. Kichkina plafonda. Bunda ham o'sha o'z siklo uchun, diod uchun joy tashlab ketilgan. O'tgan videoyimizda mana bu yerga o'rnatib qo'ygandik. Lyustramizni noto'g'ri tushunib qolishibdi. Mana shu Jupiter minimizni o'rnagan holati. Biz namuna uchun o'z sikloni diodini ham qo'yib qo'yganmiz. Hozir ko'rayotgan bo'lsalar, yashil rang yonib turibdi. Bu o'zi asli lyustraning komplektining ichida yo'q, ya'ni diod yo'q. O'sha plafonda o'zi bor. Bitta mijozimiz kelib, ya'ni o'sha diodini ham qo'shib berasizlarmi deb noto'g'ri tushunib qolishibdi. Shuning uchun aytib qo'yapmiz. Diod yoki qo'shimcha plafonlarni o'zingiz qo'yib olasiz. Ya'ni umumiy ko'rinish shunaqa bo'ladi. Xo'p. Endi eng qiziq joyga keldik. Narxini necha pul taxmin qildingiz? Kommentda yozdingizmi? Endi men sizga narxini aytaman. 120 ligi mana ko'rgan lyustralaring narxi atiga 300 ming so'm. O'zbekistonda bunaqa narxda lyustra yo'q, ishoning. Ya'ni o'zimizda ham, ya'ni bu fantastik narx. Chunki bu razmerda lyustralarimiz bor.
900 ming, 1 millionlik lustralarimiz bor. Shuning uchun foydalanib qolgan joyi, agar patolog boshlab qo'ygan bo'lsangiz yoki endi qilmoqchi bo'lsangiz yoki patolog boshlagan tanishlaringiz bo'lsa, bemalol video jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Endi 90lik kelsak, 90ligimiz 200 ming so'm. Ishoning, bu narxda hech qayerdan topa olmaysiz. Dizayni ham, ko'rinishi ham, deylik, materiallarning sifati ham o'ta a'lo darajada. Eng qizig'i, mana bu MDF gulni ichiga qaraymiz. Bo'yalgan. Ya'ni ko'p MDFlarda mana bu ichki qismi bo'yalmagan bo'ladi. MDFni o'zini rangida qolgan bo'ladi. Uni ustalarimiz o'zlari bo'yashadi. Bu o'zi bo'yalgan, chiroyli, ya'ni dizaynni buzmasdan turadi. Agar sizga ham aynan shunaqangi lustralar kerak bo'lsa, ishlab chiqaruvchi narxida quyidagi raqam bilan bog'laning. Agar siz optimum olmoqchi bo'lsangiz, mana shu 300 ming, 200 mingdan ham arzon qilib beramiz. Ya'ni kattaroq ob'yemda olmoqchi bo'lsangiz, manzilimiz Farg'ona viloyati Satkakurukda. Quyidagi raqam bilan bog'lansangiz, lokatsiyani tashlab berishadi yoki kommentda so'rasangiz ham albatta aloqaga chiqamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, obuna bo'lish esdan chiqmasin.